Bilasizmi, nega hozir 20 yoshlilarda ham bel og'rig'i va grija uchrayapti? Bugun grija nega paydo bo'lishi va undan tabiiy yo'l bilan qanday davolanishni aytaman. Oxirigacha ko'ring. Grija osmondan tushmaydi. Asosiy sabablar kam harakatlik. Disklar qon aylanish orqali emas, harakat orqali oziqlanadi. Og'irlikni noto'g'ri ko'tarish, belni bukkan holda yuk ko'tarish umurtqa uchun katta zarba. Suvsizlanish va noto'g'ri oziqlanish, disklar qurib, mo'rt bo'lib qoladi. Agar sizda hali ham grija bo'lmasa, bu juda yaxshi, lekin umurtqani hozirdan qo'llab-quvvatlash kerak. Tabiat bizga eng zo'r yechimlarni bergan. Kollagenga boy mahsulotlar bu bo'g'imlar va disklar uchun qurilish materiali hisoblanadi. Meva va sabzavotlar ular tarkibidagi vitaminlar suyak to'qimasini mustahkamlaydi. Kimyoviy dorilardan ko'ra tabiiy mahsulotlar tana tomonidan yaxshiroq qabul qilinadi. To'g'ri tanlangan kollagen mahsulotlari ham muammoni hal qilishga yordam beradi. Sog'lig'ingiz o'z qo'lingizda. Grija azobini kutmang. Tabiiy yo'l bilan hozirdan ehtiyot chorasini ko'ring. Sizda bel og'rig'i bo'lib turadimi? Kommentariyada shifo so'zini yozing yoki Telegram kanalimga o'ting.